Assalomu alaykum azizlar, tinchmisizlar? Ko'rib turganingizdek, biz yana bir navbatdagi obyektni ko'rsatishga kelganmiz. Bugun biz Urgutda kelganmiz do'stlar. Xo'p, ko'rib turganingizdek, Urgutda akalarimiz mana shu fasad qismlariga bizlardan Turkmaniston va rossiyskiy keramika g'ishtlardan olib fasad qismlarini terishibdi. Mana bu yerda ustalarimiz ham bor ekan. Usta bu, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Urgutni qayerigamiz? Urgutni Oqmach, G'ishmasjid mahallasi. G'ishmasjid mahallasiga kelganmiz. Sizlar terdilaringiz? Mana shu g'ishtlarni mana shu ustalar akalarimiz teribdi, juda ham chiroyli qilib, shoflarni kabi yo'q chiroyli qilib teribdi. Unda o'z g'ishtlar haqida bir ma'lumot berib o'tamiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, g'ishtlarimiz yarimtalik va butun ishlatilgan. Yarimtalik joylarga, mana shunaqa asosiy joylarga yarimtalik ishlatilgan. Razmeri esa g'ishimizning, xo'p, hozir tushuntiraman. Balandligi 65, eniga 60, uzunligi 25 bu g'ishimizning. Mana bunaqa tereza atkos burchaklariga terilgan g'ishtni razmeri esa 6,5, 25, bunaqasi 12. Bu rossiyskiy g'ishtimiz Kerma zavodidan kelgan. Narxlari bilan aytaman do'stlar. Bu bir donasi hozirgi kunda bu g'ishtimizni donasi 13 ming so'm. Mana bu g'ishtimiz esa bir donasi 2400 so'm hozirgi kunda. G'ishtlar paddonga bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Akalarimiz mana shunaqa atkoslarga korishnidan qo'yib chiqishgan. Mana bu tomonni ham atkosini ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu tomonni atkosiga ham bitta butun holatga va bitta bunaqasini butun holatga, yoniga esa yarimtalik qo'ygan. Bu ham bir o'zgacha bir chiroyli vid beryapti. Ko'rib turganingizdek. Mana endi bu tomon hovlini ichkari qismida ham akamizning ayvonlarini oldi polni terezalar bor ekan. Mana shu terezalarning hammasi arka bo'lgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek, arishli terezalar va bu yerga ham g'ishtlarimizning butuni shu tereza atroflaridan oldiga ham shu korishnidan va o'rtalariga esa mana shu sariqdan qo'yib chiqqan. Ko'pchilik bizlarga imorat qiladi, keyin fasad qilishadi. Shuning uchun bu nimalarimizga mana shunaqa yarimtalik g'ishtlar to'g'ri keladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu ham ekonom bo'ladi, ham oldinga ko'p chiqmaydi. Shuning uchun pulida ham arzon bo'ladi, yana fasad qismiga bir chiroyli nima tersa bo'ladi. Mana shunaqa ko'p oldinga chiqmaydi. Ko'rib turganingizdek, mana shu holatda tepalariga esa bir qator korishnidan ham plaster bergan. Mana keling bu tomonlarni ham tereza eshik oldilarini ham ko'rsataman. Mana bir o'zgacha korishni ko'pchilik mana shu sariqqa nima kombinatsiya qilay deydi, lekin mana shu korishni sariq bilan juda kombinatsiyasi chiroyli chiqadi. Ko'rib turganingizdek, bu ham bir o'zgacha bir vid beryapti. Do'stlar, g'ishtlarimiz hammasi keramika mahsulot bo'lib, ichiga hech qanaqa pigmenti yo'q. Bular hammasi o'zi tabiiy rangga, necha yil tursa ham chiroyli fasadlaringizga xizmat qilib beradi. Mana shu g'ishtlarimizdan kimga kerak bo'lsa, pastga nomerlar qo'yamiz. Pastga nomerlarga aloqaga chiqsanglar agar O'zbekiston bo'yicha bu g'ishtlarni yetkazib beramiz. Yetkazib berish alohida bo'ladi. Xo'p, g'ishtlarimiz do'stlar optim narxlarda, bundan tashqari boshqa ranglari ham bor. Agar sizga boshqacha ranglari bo'lsa, qizil, korishnidan tashqari, sariqdan tashqari yana boshqacha ranglarimiz bor. Razmerlari ham bundan kattalari ham bor. 12ligi, 9ligi, 4 NF deydi. O'shanaqalari ham bor. Ularning ham ranglarini har xildan bor. Shuning uchun do'stlar, kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi mana shunaqa fasad, bitgan fasadlarimiz, g'ishtlarimiz haqida ma'lumotlarni qo'yib ketamiz. Shuning uchun kanalga обязательно obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yishlaringizni eslaringizdan chiqarmanglar. Rahmat.